cho'kib ketamiz deb juda ham qo'rqgandim. Assalomu alaykum qizlarjonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Qizlarjonlar, ancha vaqt Instagramda unchalik aktiv bo'la olmadim, sababi Hindistonda edim. U yerda xo'jayinim bilan ham sayohat, ham tijorat deb ketgandik. Havosi juda ham dim va issiq ekan. To'g'ri mehmonxonaga bordik. Borganimizdan keyin mehmonxonaga joylashib olib, u yerdan bir-ikki покупкалар qilish uchun magazinlarga chiqdik. Magazinlarni aylanib, keyin birdaniga qornimiz ochib qoldi. Ovqatlanishga joy qidirib boshladik va biz uchun ovqatlanadigan joy eng to'g'ri tanlov bu fast food ekanligini bildik. Chunki bu yerda ovqatlarni ham yeb bo'lmaydi, juda ham achchiq. Keyin shunaqa joyga kirdik, fast food yegani kirdik va birdaniga sekin videoga oldim, qanaqa tayyorlashar ekan, joylar tozamikan deb.